Hop, assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi darsimiz JavaScriptda kommentariyalar haqida bo'ladi. Hop, kommentariya o'zi nima? Kommentariya faqat dasturchi uchun ko'rinadigan va yuzerlar uchun ko'rinmaydigan yozuvlarni kommentariyaga berishimiz mumkin. Hop, kommentariya undan tashqari dasturchini kodini e, toza saqlashi mumkin, ya'ni uni kodini kerakli joylarini tezroq topib olishda yordam berishi mumkin. Misol uchun, men mana bu yerga konsol chiqarganman. O'shaning uchun bu yerga yozishim mumkin. Konsol uchun kod. Demak, ya'ni sizning kommentariyangiz undan keyin keladigan kodingiz haqida qandaydir axborot berishi kerak. Bu narsa toza kod yozishning ham bir turi hisoblanadi. Misol uchun alert uchun yozadigan bo'lsak, alert uchun kod. Confirm uchun yozadigan bo'lsam, confirm uchun kod. Xo'p, hozir bizni yozgan kodlarimiz juda ham kichkina. O'shaning uchun biz sizlarga kommentariy berib o'tirishimiz ham shart emas. Ertaga agar JavaScriptda ko'proq kattaroq loyiha qilayotgan vaqtimizda kommentariyalarni ham o'rni juda ham muhim bo'ladi. Xo'p, keling JavaScriptda yana kommentariyalarni qanday berish mumkin? Misol uchun bizda uzunroq kod bo'lishi mumkin. Function yozib ko'ramiz. Function at nomer 1, nomer 2 qanaqadir funksiya yozamiz oddiygina. Return nomer 1, nomer 2. Mana shu misol uchun mana shu funksiyani men kommentariy qilmoqchiman. Uning uchun o'rab olib Ctrl va so'roq belgisini bosadigan bo'lsam, mana bizda tezroq kommentariyga olib berdi. Yoki kommentariyga olishning yana bir ko'rinishi bor JavaScriptda. Faqatgina ikkita slash emas. Hop, slash yulduzcha va yulduzcha slash qiladigan bo'lsak, buni ichi ham bemalol kommentariya bo'ladi. Istagan so'zingizni yozish mumkin. Misol uchun JS asoslari deyishimiz mumkin. JS funksiyalari deyish ham mumkin. Funksiyalari istagan gaplaringizni yozishingiz mumkin. Ya'ni bu o'zingiz uchun kommentariya faqat o'zingizga ko'rinadi. Bu hech qanaqa dasturlashda run bo'lmaydi, ya'ni brauzer uchun execute bo'lmaydi, hech qanaqa brauzer o'qimaydi bu narsalarni. Faqatgina o'zingiz uchun kodlaringizni toza saqlash uchun ishlatiladi xolos. Xo'p, mana shu ikkita usuldan foydalansangiz yetadi JavaScriptda kommentariyadan foydalanish uchun.